Assalomu alaykum barchaga. Ushbu videoda siz WeChatdan kelgan zakazlarni raspakovka chekini ko'rsangiz bo'ladi. Buni aslida jonli efir orqali ochmoqchi edim, lekin atrof juda shovqin bo'lgani uchun videoga olib kelgandim. O'sha bu zakazlarim klientga bordi, shuncha so'rashni olib dastavka qilib yubordim. O'sha orada bir videoga olgandim. Ko'rib sifatiga baho bersangiz bo'ladi. Klientim jami 5 ta narsa zakaz qildi. 5 ta narsani o'zini ichki narxi 466 ming so'm bo'ldi. Barchasi brendlarning lyuks birga-bir kopiyalari. Har bir narsa uchun Bayer uslugaga $4 olindi, chunki bularni ichida yetkazib berish narxi ham hisobga olingan. Klientimizga men tavsiya qildim, WeChat kursimda o'qib, o'zlari zakaz urishni o'rganishlarini, lekin ular aytdilarki, Bayer uslugi evaziga bo'lsa ham zakaz qilib bering. Men hozir sharoitim to'g'ri kelmaydi. Keyinchalik o'zim alohida chiqqan paytim o'rganaman, bir bo'shab dedilar. Kelinlikda o'zingiz tushunasizki deganlar uchun zakaz qilib berdim. Sifati juda ajoyib keldi. Keyingi videoda xaridordan kelgan o'tizlarini, real video otchetlarini qo'yib beraman. Ishda zakaz ichida nima bor edi desangiz, Dior tonalli, Chanel tush, Chanelni pudrasi, keyin Dior paletka aytdilar va oxirgisi atir, Tom Ford Lost Cherry atiri. Klientim ishlatib ko'rib aytgan fikrlari shu bo'ldiki, Chanel pudrasi va Dior tonalliga 5 baho qo'yaman dedilar, chunki o'ta ideal darajada yotibdi. Shunaqa yoqtirdim deb aytdilar. Atirni bo'lsa hidi, janijni emas, o'tkir hidni sevuvchilar uchun ayni muddao deb aytdilar. Chanel tush va Dior tempaletkasini ham juda ajoyib ekan, ishlatib ko'rdim. Barchasi juda yoqdi, lekin ichida eng yoqqanlari Dior tonalli bilan Chanel pudrasi bo'ldi. Haqiqatda yuzimni toniga tushdi deb juda ham sevindilar. Agarda siz ham lyuks brendaviy kosmetika, atirlar, oyoq kiyimlar, sumkalar, kiyimlarni, kopiyalarni, brend kopiyalar, lyuks kopiyalarni olmoqchi bo'lsangizlar, WeChat kursimga yozsangiz bo'ladi. O'zimizdan 3-4 barobar arzonga xarid qilishlaringiz mumkin. WeChat kursida siz noldan to'liq o'rganasiz. Xitoy tilida to'lov qilishni, mingdan oshiq kontaktlar beriladi. Kontakt oladigan ID programmalar beriladi. O'zingizga ma'qul kelgan tarifini tanlab to'lov qilsangiz bo'ladi. Oddiy misol mana shu Dior paletkasi o'zimizda 900 mingdan oshiq turadi. Siz buni bo'lsa WeChatdan 60 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Kargosi bilan bo'lganida ham 80 ming so'm atrofida aylanadi. Bu degani siz почти 10 barobar arzonga WeChatdan sotib olishni o'rganasiz. Kачествоsi ideal darajada birga bir originali bilan qo'shilib ishlangan. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sizni WeChat kursimda kutaman. Raspakovka kelganda, jinoyatchilarimiz originator, Tom Ford, Cherry. Men hozir qo'yayotgan kosmetikani ko'rdingmi? Dior, men deganman. Chanel pudra, original, men topshiraman. Qo'lga baqaman. Keyin Chanel tush. Shu bilan raspakovkamiz tamom.